Hammaga assalomu alaykum Navoiylik biznesmen boy akalarim. Jack X200 modellarini qatorasiga terib tashlaganimizni qaranglar. Nima deyapti? Biznesingiz uchun ajoyib bo'lgan hamda qulay bo'lgan hamda komfortga ega bo'lgan yuk avtomobili Jack X200 model turibdi. Qo'limda esa shu modelni kaliti mana ko'rsangiz bo'ladi, pultlik bo'ladi, zapaskasi ham o'zi ham mana. Xo'p, bu modelimizda o'zi 4 xil model pozitsiyasi bo'ladi. Birinchi modelimiz pozitsiyasi, ya'ni o'sha Jack X200 birinchi pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, Bartoy modeli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, xarakteristikasi xo'p, motor 2 lik atmosferni bo'ladi. Ot kuchi 140 tonni tashkil etadi va bu modelimizda benzin tanlamasdan yuradi. Metan propan uстановка qilsa ham bo'ladi. Zavodskiy benzinda keladi o'zi. Metan propan o'rnatadigan bo'lsangiz, garantiyadan chiqmagan holda o'zimiz servis xizmatlaridan o'rnatib olsangiz bo'ladi. Unisiga javob. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana Bartoy modelimiz. Xo'p, hajmini qancha deb o'ylaysiz mana shuni? Bilmasangiz aytib qo'yaman. 320 ga 175 bo'ladi. Uzunligi 320, eniga esa 175 hisoblanadi. Bu modellarimizni mana ko'rib turibsizlar, Jack X200'imiz zavodskiy o'z tumankalar bilan jihozlangan. Undan tashqari faralari ham juda bejirim, alohida bir chiroy bilan, did bilan ishlangan. G'ildiraklariga e'tibor beramiz. Orqa balon qo'sh balon turibdi hamda 13 hajmli balon turibdi. Undan tashqari oldida esa 15 hajmli balon, yakka balon bo'ladi. Orqasi ikki pachka resor bo'ladi, oldi esa amortizator bo'ladi. Yurishlari ancha mягкий bo'ladi, yukni olib o'tmaydi. Mashinaning ichiga yuk mana misol uchun yamaga tushganda bildirmaydi. Salon qismida 3 kishi o'tirib ketaversa bo'ladi. Mana birdan ko'rib o'ting. 2 kishi o'tirib ketgan taqdirda ham bu modellarimizda o'rtasida bari bo'ladi. Mana hozir birdan mashinani o'zini ham ochib ko'rsataman. Nima deyapti bu? Mana pulti bilan bosganda jiqqillab berishlari, avariykalar, yonishlari nima deyapti bu? Mana mashinani ochib ko'rsatib beraman. Mana aytganimda o'rtada bari bor. 2 kishi o'tirib ketgan taqdirda ham bardan foydalanib ketsa ham bo'ladi. Yana 3 kishi bo'ladigan bo'lsa, o'rindiq ko'tarib qo'yib bemalol foydalanib ketaverasiz. 3 kishi bemalol joylashadi. Rollari gidravlika bo'ladi, tepa pastga chiqib o'zi regulirovka bo'ladi. Undan tashqari konditsionerlari bor, mana e'tibor berishingiz mumkin. Kondisioner pechkalari bor, mexanika 5 ta bo'g'inli bo'ladi. Bardachoklari ham ancha kengish, uni ko'rishingiz mumkin. Motor mana shu o'rindiq tagida bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, center zamok. Ujani markaziy qurib bo'ladi. Undan tashqari oynasi ham elektropaket bo'ladi. Stiklopodiyomligi bor. Bu modelimiz nalichida tayyor turibdi. Xohlasangiz avtokredit, xohlasangiz rasroshka, yo bo'lmasa naqd to'lov 100% ni shunday to'lab olib ketishingiz mumkin. Qo'shimcha bonuslarini qilib beryaptilar. Undan oldingi bir ikkita video qo'yganman. Ana shu videolarda ko'rib borsangiz, Instagramda mana kommentariyada havolasini qoldiraman, Instagram profilimizda. Ana shu havola orqali o'tib turib Instagramga ham kiradigan bo'lsangiz, Instagramda ham bonuslar bilan birga topshirilgan videolari bor mashinalarimiz, sotib olgan mijozlarimiz haqida ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda mana prontovarlarimiz turibdi. Prontovarlarimiz keladigan bo'lsa, yuk hajmi 9 kub bo'ladi o'z bag'riga. Orqasida yonboshda ham eshigi bo'ladi. Hamda qo'shimcha ichki tomonda yoritgichi ham bo'ladi. Kechki payt yuk o'rtamaning akalarimiz uchun ancha qo'l keladi. Xo'p, tentovka modelimiz. Tentovka modelimizga keladigan bo'lsak, raskladishkalik bo'ladi. Raskladishkalik bo'ladi. Shuni yig'ishtirib qo'yib, как Bartoyda foydalanib ketsa bo'ladi. Ana shu ikkita yonma-yon turgan tentovkamiz bo'ladi. Mana bu model tentovkalik yig'ishtirilgan holatda. Faqat buni o'zi tentlar ichkariga kirgizib qo'yganmiz. Hozir esa mana ko'rsatish uchun xuddi mana shunday bo'ladi. O'z bu modelimizni tentovkalik. Xuddi mana shu joyda mana reyslarni izi turibdi, ko'rsalaringiz bo'ladi. Reyslik bo'ladi. Shunday ikki kishi yig'ishtirib qo'yib, ortiqcha kuch talab qilinmaydi. Qayta yana yo'yib qo'yib ishlataversa bo'ladi. Oldin ham birdan ko'rsataman, aytganimdek, mana amortizatorli degandim, e'tibor bering. Undan tashqari orqasi esa resorli degandim. Mashinamiz sotuvda nalichida tayyor turibdi. Qatorasiga terib tashlaganmiz. Istalgan turdagi model agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Bu model qanday mashina? Bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. Fikringiz qiziq. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, yana bir narsani aytib o'tay. Bizning hozirgi kunda obuna bo'lmasdan kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz bor ekan. Obuna bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Sababi, obuna bo'ladigan bo'lsangiz hamda bu videoni ulashib qo'yadigan bo'lsangiz, kengroq tarqaladi va bu modelimiz O'zbekistonga kengroq ma'lumotlar yetib boradi. Mana qidirib yurgan akalarimiz bor, viloyatma-viloyat sarson bo'lib yurgan akalarimiz bor. O'z viloyatida bo'lib turish modelni bilmay turib boshqa viloyatga chiqib ketyapti. Sarson bo'lmasliklari uchun shu biznesmen akalarimiz o'zlariga bitta shunday tashab qo'yamiz, obuna bo'lib qo'yamiz, bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'ysangiz bo'lgani. Qanaqangi yangilik bo'ladigan bo'lsa, hammasi mana birdan ana shu kanalda joylanib boriladi.
va bu modellarimizda servisi bilan original bo'lgan ehtiyot qismlari ham bor. Ana shu avtosalonga kelsangiz bo'lgan Tashkent Motors Navoiydagi filialiga manzilimizga tushuntirib o'tadigan bo'lsa, manzilimiz Navoiy viloyati Karmana tumanida Regal mehmonxonasidan Yangiyo'lga qarab shunday qaytishingizda transport boshqarmasining to'g'risidagi Tashkent Motors avtosaloni. Yana ham o'zaro tushuntiraman. Ideal Market yonidagi Tashkent Motors avtosaloni. Hammangizni manzilimizda kutib qolamiz. Like, kommentariya, obuna bo'lishingizni unutmang.